Tracker'ning yangi modeli namoyish qilindi. Chevrolet o'zining ommabop krossoveri Tracker'ning restyling qilingan versiyasini rasman namoyish qildi. Tracker krossoveri hozirgi avlodi ilk bor 2019-yil Xitoyda taqdim etilgan edi. Keyinchalik ushbu model Braziliya, Argentina va O'zbekistonda ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. General Motors'ning Braziliyadagi bo'limi yangilangan Tracker'ning ommaviy ishlab chiqarilishini boshlanganini ma'lum qildi va zavoddagi birinchi modellar suratlarini e'lon qildi. Yangi Tracker 2 qavatli yorug'lik tizimi bilan jihozlangan. Yuqorida yorug'lik diodli yulduzsimon chiroqlar, pastda esa asosiy faralar joylashgan. Shuningdek, yangi bamper va radiator panjarasida yangiliklar bor. Salon ham yangilangan bo'lib, multimedia plansheti va raqamli panel birlashtirgan. Yangi iqlim nazorati displey va ikkita aylanuvchi tugma bilan boshqariladi. Texnik jihatlari haqida hali rasmiy ma'lumot berilmadi, ammo 2023-yil oxirida Tracker'ning Braziliya versiyasidagi motorlari modernizatsiya qilingan edi. Benzin va etalonda ishlaydigan 1 va 1.2 turbo motorlar yangi modelda ham saqlanishi kutilmoqda. Ular mos ravishda 121 va 141 ot kuchiga ega bo'lib, 6 pog'onali avtomat uzatmalari qutisi bilan jihozlangan. Yangilangan Tracker'ning to'liq taqdimoti yaqin haftalarda o'tkazilishi rejalashtirilgan.